pardani qo'yib berganmiz. Sizlarga ishlatib, ko'rsatib, tushuntirib beramiz. Ya'ni shu bu splashnoy joyimizdagi ikki qismga bo'lib berganmiz, o'rtasidan bo'lib berganmiz va ikkita joyda mexanizmi bor. Har bitta mexanizmidan alohida tortsangiz bo'ladi. Ko'rayotganingizda mana bunisini yana tortib qo'yasiz. Yarmi keladi. Yarim mexanizm bilan yarmini ishlatasiz. Keyin bu funksional bajarib beradi. Bu chapdan o'ngga ham ko'ryapsizmi? Xohlasangiz chapga, xohlasangiz o'ngga bo'ladi. Keyingisini ham xuddi shunaqa qilib bemalol tortib bo'ladi. Tortib tortganingizdan keyin ana endi nima ishimiz bor? Har bittasi ko'rayotganingizdek ровно skladka bo'ladi. Har bitta skladkaning ichidan ya'ni yorug'lik o'tib turadi. Bu den holatidagi holat. Endi qaraydi, buni nimaga bo'ladi? Bu kun o'tib turibdi hozir bu. Bunda endi ikkinchi mexanizmdan buni qolgan paytda nima chiqib qo'yasiz. Xuddi shunaqa turadi. Endi qaranglar, nimaga eshik qismiga qo'yib berganmiz? Eshik qismida ham buni afzallik tomoni, ya'ni shu o'tda tashqarisida ko'rayotganingizdek eshigimiz bor. Eshigimiz mana ochib turibdi. Bu holatini o'zida mana hech qayerga ochmasdan, yopmasdan turib, bemalol orasidan shuna kirib ketadi. Bemalol chiqsangiz bo'ladi. Muammo yo'q. Har bittasi alohida skladka bo'ladi. Keyin mana yaqinroq olib kelib ko'rsangiz, bu parda, ya'ni shu chang bo'lganda, qanaqadir dog' bo'lganda bu narsani hammasini splashnoy olmaysiz. Bu har bitta kusoki alohida bo'ladi. Bitta kusokni o'zini olib ham yuvsangiz bo'ladi. Joyiga qo'yasiz, parevoy dazmollab qo'yasiz. Xuddi shu narsa, ya'ni повтор, ya'ni qaytarilyapti. Birinchi dehib qo'yasiz, yorug' qilib qo'yasiz, xohlagan paytda yana o'tkazib qo'yasiz. Yengil, juda ham yengil. Ana og'ir narsa emas. Kir ushamaydi, dog' bo'lmaydi. Juda ham yaxshi narsa mana. Men bo'lyapti, mana xuddi shu narsa mana. Yengil, yo'q mana kichkina barmoqlarni bu parda ko'pchilik eski odamni, xullas ana pardani tikkurib, ya'ni shu eski joyga ko'nikib qolishgan. Bu mexanizmli parda. Mexanizmli parda materiallari ham qalin bo'ladi, parterli bo'ladi, skladkasi ham ровно kesilgan bo'ladi. Tekis chiqadi. Joyda mana hech qanaqa ortiqchasiz, ya'ni o'sha yig'ishtirib qo'yasiz mana. Shunday kichkina bo'lib turibdi. Splashnoy katta joyda mana. Joy olmaydi ham. Ko'rayotganimizdek yig'ilib turibdi.